Tadbirkor hamda ishbilarmonlar diqqatiga, Baliqchi tumanining markazida Ishonch savdo uyini ro'parasida joylashgan ushbu noturar binoyimiz ijaraga beriladi. Eng qiziq tomoni planirovkasi ham, remontlari ham zo'r bo'lgan noturar joyimizni orqasida alohida ofis uchun joylari ham bor ekan. Bir-bir sizga tanishtiraman. Birinchi navbatda old tomoniga e'tibor berasiz. Parkovka uchun alohida joylari yetarli holatda. Joyimiz to'liqlicha qurilish normativlariga asoslangan holda qurilgan ekan. Oldin luks gilamga berilgan ekan, hozirda yangi ijarachi qidirilmoqda. Birinchi qavatimizni ko'rsatib o'taman. Remontlar tayyor holatda bo'lgan ushbu birinchi qavatimiz jami bo'lib 250 metr kvadratdan oshiqroq maydonni o'z ichiga oladi. Qo'shimchasi ikkinchi qavatimiz ham bor. Ikkinchi qavatimiz uchun alohida yana bitta eshik ham qoldirishgan. Xohlagan maqsadda ijaraga olsangiz bo'laveradi. Maishiy texnikada muddatli to'lovga beruvchilar banklarga istalgan turdagi aytib o'tgandek joyga mos kelaveradigan ikkinchi qavatimiz 350 kvadratdan oshiqroq maydonni o'z ichiga oladi va e'tibor berib qo'yasiz, bu joy ham ta'mirlari tayyor holatda. Jami bo'lib 600 metr kvadratdan kattaroq maydonga tushgan ushbu binoyimizni ijaraga olishingiz mumkin. Ushbu joyimizda kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet, kanalizatsiya barchasi muammosiz. Mana bu eshigimiz orqali orqa tomoniga ham hozir o'tamiz. Turar joyimizni menga mana shu qismi yoqdi. Darvozaxonadan kirganimizda shunaqangi 2 qavatli bino ko'tarib qo'yishgan ekan. Toshkentdan kelib ishlamoqchi bo'lganlarga yo bo'lmasa boshqa joydan keladiganlarga yotoqxona qilib bersangiz bo'ladi, ishchilar uchun yoki ma'muriyat binosi. O'zingizdan kelib chiqqan holatda qumsoqlarni to'liq bitkazib berishar ekan. Stajkalar bilan birgalikda podvalda katilni uchun alohida joy bor yoki omborxona sifatida ham foydalansangiz bo'laveradi. Joyimiz Baliqchi tumanining markazida joylashgan. To'yxona deysizmi, hokimiyat, prokuratura hamma narsa yaqin joyda joylashgan. Batafsil ma'lumot olish uchun hamda mana shu joyni ijaraga olish uchun pastdagi raqamga aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Biznesingizni kengaytirishga keng imkoniyatni qo'ldan boy bermang.